Assalomu alaykum, sizlar bilan Jon Kamal. Mana mikrofonchalarni qo'ygan holatda 22-kun oldin o'qib tugatganlar juda yaxshi biladigan trend mavzu bu mitoz va meyoz mavzulari. Agar sizni hayolingizga kelgan birinchi tushuncha yoki o'qituvchingiz ko'p holatda jinsiz bo'linish mitoz yoki jinsiy bo'linish meyoz deb tushuntiradi. Keyin boshqacharoq tadqiq etamiz. Bu hujayra sikli. Hujayra sikli o'zini deydi. Qarang. Eukaryot hujayralar qanaqa usulda bo'linadi? Mitoz, meyoz. Demak, mitoz bilan meyoz eukaryot hujayralarga tegishli. Endi o'qib beryapti degan tushunchaga borib qolmang. Bir hujayrani bir bo'linishi bilan va ikkinchi bo'linishgacha bo'lgan davr, ya'ni bir bo'linishdan ikkinchi bo'linishgacha bo'lgan davri hujayra sikli deb ataladi. Yoki hujayra nobud bo'lgungacha bo'lgan davr. Endi hujayra sikli yapasida mitozdan iborat. Aytmoqchi bo'lganim, mitoz hujayra siklining bir qismi. Ilm olish zarari yo'q.